Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan ko'radigan modelimiz Tiggo 8 gibrid modeli bo'ladi. Aziz obunachilarimiz, bugun sizlar bilan video obzorimizni Cherry Ademaster Stampede olib boramiz. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Gibrid modelimiz 30-yanvar kuni prezentatsiyasi bo'ldi va sizlar bilan birinchilardan bo'lib shu mashinani ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima funksiyalari bor, qanaqa shartlar bilan olish mumkin va qanaqa narxlari. Bemalol tanishib chiqishimiz mumkin. Mashinamizni ko'rishimiz mumkin. Уже LED faralar, облицовкалari ham уже необычный dizaynda qilingan katta reshotkalar va logotipiga e'tibor berib qo'yinglar. Bu logotiplari ham yonadi. Mashinani kuzov qalinligi keladigan bo'lsak, kuzov qalinligi 0,8 mikronni tashkil qiladi va bu ancha-muncha mashinadan qalin hisoblanadi. Va mashinamizda zavodskiy 40% shumkasi mavjud. Mashinamizning narxini ham boshida aytib qo'yaylik. Mashinamizning narxi 429.900 dan 449.900 gacha, ya'ni ikkita komplektatsiyada bo'ladi. Va mashinamizdan hozir motor qismiga keladigan bo'lsak, kapotimiz ochilishi ikkita sloyli bo'ladi, ya'ni bittasi ochiladi va keyingisida o'sha sizga dostуп beriladi kapotni ko'tarishingizga. Mashinamizda 1.5 turbina va elektr motor bilan jihozlangan va 347 ta ot kuchiga ega va zapas xodi 1200 km tashkil qiladi va elektrda 200 km masofani bemalol bosib o'tadi. Yoqilg'i rasxodi bo'ladigan bo'lsa 5.2 litr tashkil qiladi. Bu ko'rishingiz mumkin, уже buni motor защитнийлari ham mavjud va plastmassasi juda качественный hisoblanadi. Va buni yopib qo'yamiz. Kelinglar. Diska ballonlariga keladigan bo'lsak, diska ballonlari ham o'sha 19 razmerda bo'ladi va dizayniga e'tibor berib qo'yinglar. Bu уже kalpak emas, уже metaloviy bo'ladi. Keyingisi kelinglar, bokovoy. Bokovoy qismiga keladigan bo'lsa, bokoylar skladovich, ya'ni yopiladigan, pult oldidan kesib bo'lib avtomatik yopiladi. 360 kamera и дополнительный поворотник faralar bilan. Bokovoyimizda yana nima bor? Slepoy zona. Ya'ni slepoy zona hozirgi kunda ancha kerak narsa hisoblanadi. Eshik dizaynlari ham juda o'sha необычный dizaynda chiqarilgan. Бескульчевой do'stlari. Salon qismi. Salon qismi ham bitta ko'rib chiqing. Уже o'zingiz baho berib qo'yasiz. Agar yoqqan bo'lsa, like qizartirib qo'yasizlar. Salon qismimizda nimalarimiz bor? Bizani nimalar kutib oladi? Xo'p, passajir tomonidan boshlamaymiz, уже shofyor tomonidan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, multifunksionalniy rul. Rulimizda уже обогрев bor. Лобовойimizda ham уже обогрев, ya'ni spirallar o'tgan. Adaptированный cruise control, ya'ni oldingi mashina bilan palasi o'xshatib ketsangiz bo'ladi mashinani va head-up display. Head-up displayimizni ko'rishingiz mumkin. Bu hozirgi kunda ancha qulay. Sizda ya'ni o'zingiz displeyga yoki monitorga qarab ketmaysiz, ya'ni lobovoyda tezligingizni, yoqilg'i rasxodingizni, benziningizni ko'rib ketishingiz mumkin. Buni rulini ko'radigan bo'lsak, buni tushirib chiqarib, o'zingizga qulay anaqada to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Eshigimizda ko'rishingiz mumkin, o'sha Sony akustikada ikkita kolonkasi mavjud. Va сиденье управлениyalarimiz ham elektronli bo'ladi va сиденье pamitlarida. Сиденье pamitlari bunda уже knopочный rejimda emas, sensorli rejimga o'tgan bo'ladi va ekran orqali saqlanib chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi bu yoqni ham bitta ko'raylik. Ayollarimizni, qizlarimizni yoqtiradigan joyi shu bo'ladi, ya'ni podsvetka, lampa qilib ishlatsak bo'ladi. Buni ikkita rejimda ham yoqsak bo'ladi. Mashinamizda besprovодной zaryadka ko'rishingiz mumkin, ikkita plus bu ham уже barxitdan ishlangan, rezinkali bo'lmaydi. Monitorimiz ham ancha keng. Mashinamizda уже rusifikatsiya qilib bo'lingan. Ya'ni rus tili, o'zbek tili, ingliz tili xohlagan tilingizga qo'yib, mashinani ishlatsanglar bo'ladi. Va mod, yangi rejimlar. Rejimlarga keladigan bo'lsak, mashinamiz 3 ta rejimda yuradi. Sport, eco, normal. Ya'ni mashinamizni zavod qilishimiz qanaqa? Tormoz bossangiz, bitta tormoz bosishingiz bilan mashinamiz zavod bo'ladi. Va уже remen taqib, drive ga qo'yib ketsak bo'ladi. Drive qayerda ekan deyishingiz mumkin, уже bu yerda gitaraga o'tgan. Bu yerdan уже управлениясini to'g'rilasanglar bo'ladi. Drive ga, parkovka, neytralkaga qo'ysanglar bo'ladi. Mashinamiz 3 ta rejimini ko'rsatib o'tamiz. Sport, standart, eco, sport. Va gibrid elektr rejimlariga bu orqali o'tkazsak bo'ladi. Ya'ni siz tokda yurmoqchi bo'lsangiz yoki elektr gibrid yurmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Va mashinamizda обогрев, ya'ni sijenyamiz qiziydi ham, soviydi ham. Bu narsa lobovoyimizdan tortib ikkita bokovoyimizgacha mavjud. Kelinglar endi orqa qismini ko'ramiz.
Mashinamiz, aytgancha, mashinadan tushsangiz, mashina zavod bo'lishidan o'zi avtomatik to'xtaydi. Ya'ni siz hech qanaqa knopka bosib o'tirmaysiz. Orqa qatorga keladigan bo'lsak, orqa qatorlarimiz ham ancha keng bo'ladi. Orqa qatorda ham 3 ta rejimda ishlaydigan обогрев plus ikkita podstakanchik uchun bar. Podstakanchiklari bilan bari mavjud mashinada va orqamizdan orqa qator o'zida ham 4 ta kolonka bo'ladi. Hamma akustikamiz Sony. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, orqa qatorimiz Patronic. Pult bilan oldiga kelsanglar va bir qadam orqaga yursanglar, bu qulayliklardan biri qo'lingizda narsa turganda bagaj o'zi ochilib beradi. Pult oldingizda bo'lsa bo'ldi. Mashinamiz semi местный hisoblanadi, ya'ni oxirgi qatorlari детский va buni xohlasangiz bagaj qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Buni tushirib qo'yamiz. Mashinamizning komplektatsiyasidan nimalar chiqadi? Shtorka, ya'ni sidenya yotqizib qo'ydingiz, o'tbetga ketayotganingizda orqada turgan narsani kimdir orqa qatorda sidenyada o'tirgan odam ko'rmasligi uchun bekitib qo'ysanglar bo'ladi. Yana plus tomoni chiqadigani zaryadchka и balonchik, ya'ni yo'lda какой-то mashinangiz balon tejilib qoladigan bo'lsa, bemalol o'shani urib, mashinaning balonini yamab olsanglar bo'ladi. Mashinamizda ya'ni детский rejimlar mavjud. Bu qismi edi. Qaytadi avtomatik orqaga. Keling, mashinani bu yoqdan ham bir ko'ramiz. Xo'p, orqa qatorda odamga nima qulayliklari bor deydigan bo'lsak, o'sha sidenyalarimizda upravleniya oldi qator bilan ko'rishingiz mumkin, rasstaniyasi ancha keng bo'ladi va mabodo bu sidenya sizga xalaqit qiladigan bo'lsa, bemalol o'zingizga to'g'rilab upravleniyasini surib qo'ysanglar bo'ladi mashinani. Va shtorka oxirigacha ochiladi, panorama lyukimiz bor mashinada. Ko'rishingiz mumkin va qora qilingan eng asosiysi salonda bu уже дерзкий vид beradi. Va oldi qator sizning eng yoqtiradigan joyindan shu yerda bitta bir hisoblanadi. Ya'ni sizning upravleniyamiz bu ham elektronniy massaj atamankalar mavjud sizenyamizda. Ko'rishingiz mumkin. Uzoq yo'lga yuradigan bo'lsangiz, safarga chiqadigan bo'lsangiz, bemalol oyoqni uzatib, hattoki massaj olib ketsanglar bo'ladi. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, volna, kompressiya, relaks standart massajlarimiz mavjud mashinamizda. Akustikasini bitta eshitib ko'ramiz sizlar bilan. Akustikasi ham Sony original bo'lganligi uchun unaqa sizga ovozda qanaqadir xatoliklar bo'lmaydi. Bu akustika sizga sifatli muzika eshitishingizga yordam beradi. Va manzilimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Gullar ko'chasi 2-avida joylashgan. Orientir qilib sizga Sanpi Banitsan ro'parasida yoki Selxoz chorrahaga yetmasdan o'ng qo'lingizda. Ha, aytgancha, sizlarga olish shartlarini tushuntirmadim. Olish shartlarimiz boshlang'ich minimal 15% bilan kelib, mashina bemalol o'zingiz nomingizga oformlash qilib avtokreditga olib chiqib ketishingiz mumkin, yoki minimal 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha rassrochka, ya'ni o'zini pulini foiz peniyasiz bo'lib berish shartiga olsanglar ham bo'ladi. Shartlarimiz avtokredit, lizing, rassrochka. Bemalol kelib xarid amalga oshirsanglar bo'ladi. Hammalarni kutamiz. Yurishni qizartirib qo'ying.